bo'ldi. Bizni lagerdan chiqib ketamiz. Komandamiz bilan Xudo xolisa shu tog'ni aylanib o'tib yetilgan manzilga boramiz. Sizlarga ulashmoqchi bo'lgan narsam tabiat. Surxondaryo, Boysun tog'lari, Boysun Qurama tog' tizmalari. Всем доброе утро, дорогие друзья. Мы уже готовы ехать на следующий наш водопад. Машина наша на старте. Смотрите, здесь красивые горы. Вот электронные, даже ворота у нас есть. Вот открылись. Сейчас машина закроется. Вот машина выехала. Даже здесь, в Кызылнауре, есть электронные автоматически, то есть ворота вот так закрываются они. Вот. Электропривод, правда, вот чуть-чуть такой вот. И еще даже замок есть, смотрите, оп, вот он. Все. Sayohatimizning ikkinchi kuni 22-aprel soat 7 bo'ldi. Shu yergacha mashinada kelib oldik. Qizilnaur qishlog'idamiz. Shunday qaraganda o'ng qo'lda sharshara ko'rinib turadi. U yoqqa уже piyoda sayohat qilamiz, xudo xolisa. Bu sharsharaga kelishda xato qilmaysiz, chunki shunaqa yo'li bor. Soy bo'ylab chap tomonlama chiqsangiz osonroq. O'ng tarafdan chiqsa ham bo'ladi. Faqat yo'llari archazorlik ko'p. Chap taraf salon osonroq. Biz bugun keldik, kecha keldik bu yerga. Bu Qizilnaur qishlog'i degan nomi. Biz hozir ikkinchi sharsharaga ketyapmiz. Tepada eng uzun sharshara shu yerda ekan, Surxondaryoda. Taxminan 270 metr. Bu sharsharaga lekin kelishingiz uchun imенно shu oydan boshlab 1 oy oqar ekan bu sharshara. Keyin bu sharshara sezoni tugar ekan. Lekin kelsanglar, mana bu manzarani ko'rsanglar, menimcha ketkilar kelmaydi. Ketish to'g'ri aytyapmanmi? Mana shunaqa. Hozir biz shu sharsharani tagiga boramiz, xudo xolisa, ko'rasizlar, tomosha qilasizlar. Yo'limiz davomida Salom Hiking bilan shu Qizilnaur sharsharasiga yo'l oldik. Bu yetganlardagi mavsumiy bo'ladi. Aprel va may oylarida bo'ladi. Nimani hisobiga? Yog'ingarchilik, qorlarning erishi. Bundan keyin yana keyingi yillar aprel maylarida kelsangiz bo'ladi. Lekin bu yerga kelganda tabiatni go'zalligi, archalarning ko'pligi, havosini tozaligi odamni kayfiyatini ko'taradi. Salom Hiking bilan maza qiladigan joyi faqat tabiat. Faqat shunaqa jidlikda o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib, tafakkur qilib yurganga nima yetsa. Sharsharaga 300 metr qoldi. 300 metrdan ko'rinishi.
hozirgi ko'rsatadigan sharsharamiz faqat mavsumiy sharshara hisoblanadi. Nimagaki qorlarni erishidan hosil bo'ladigan suvlardan shunaqa go'zallik kelib chiqadi. Maslahat beraman, aprel, may oylarida shu sharsharaga kelib, o'zingiz ko'zingiz bilan, energiyangiz bilan shu narsani his qilishni mana judayam hayratga soladigan sharshara. Qizil nav sharsharasi. Bu lokatsiya Salom Hiking Telegram kanalidan topasizlar. Qizil nav sharsharasi. Ya'ni kartada bu sharsharaning nomi Kirli Angel. Xato gapirayotgan bo'lsam, farishta qanotlari degan sharshara. Aholini so'zlariga qaraganda bu Qizil nav sharsharasi deyiladi. Ajoyib. Ajoyib. Sharsharamiz qatorida quyoshni qoyadan chiqib kelishi. Aqlga sig'maydigan manzara. Buni qaranglar. Yarim bo'ldi va biz Qizilnav sharsharasiga keldik. Xonadonimiz a'zolari. Yo'l-yo'laki shunaqa joyga keldik. Maydon. Xuddi hamma cho'qqili ko'ryapti. Cho'qqilarni qaranglar. Bu yerda bitta cho'qqi. Bu yerda bitta cho'qqi. To'g'risini aytaman, Surxondaryo tog' tizmalarini hali o'rganmaganman. Qayerda nima cho'qqi borligini. O'shaning uchun nomma-nom aytib bera olmayman, lekin bilaman. 3000 dan baland. Chunki qor bor. Tavsiya qilaman shunaqa joyga kelib, maza qilib, ko'zinglar bilan ko'rib, energiya olasizlar. Nega bu qishloqning nomi Qizil Navrligiga tepadan, yuqoridan nazar solamiz. Qumlari qizg'ish bo'lgani uchun Qizil Navr qishlog'i deb ataladi. Va boya aytganimizdek, Qizil Navr soyi va Qizil Navr sharsharasi. Hammaga assalomu alaykum. Mana biz bilib oldik nimaga bu sharshara Qizil Navr degan nom olgan ekan. Bu qishloq oldin mana bu yerda Qizil Navr degan so'z bu forsiy so'z ekan. Qizil Navr degan qizil ariq degan narsa. Mana bu yerda oldin suv chiqardi. Mana bu qizil ariq bilan mana shunaqasiga pastga tushgan ekan. O'shaning uchun bu qishloq ham, bu sharsharani ham, bu joyni ham Qizil Navr degan nom qo'yildi.
Gazak sharsharasiga qarab yo'l oldik. Orasi 1 soatlik yo'l ekan.